Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video darsimda men Payme ilovasi bilan Invest raqamiga to'lov qilishni ko'rsatib beraman. Mana hozir ekraningizda Invest raqam ko'rinib turibdi. 14 ta raqam bor. Buni hozir Payme ilovasi yordamida to'layman. Keling, Payme ilovasini ochamiz. Payme ilovasini hozir kodini terib kirdim. Bu yerdan biza to'lovlar bo'limiga o'tishimiz kerak. To'lovlar bo'limida xizmatga to'lov degan bo'limdan davlat xizmatlari va jarimalar topishimiz kerak. Mana hozir davlatlar va jarimalar topdim. Bosamiz. Bu yerdan biza Adliya vazirligi davlat xizmatlari agentligini topishimiz kerak. Birinchi o'rinda turibdi, bosamiz. To'lov turiga davlat xizmatlari uchun to'lovni tanlaymiz. Invest raqamiga 14 talik SMS kelgan raqamni kiritamiz. To'lov summasiga bo'lsa, o'zingiz qancha to'lash kerak summani kiritasiz. Men hozir 61200 yozib oldinga degan tugmani bosaman. Bu yerdan tafsilotlar tugmasini bossak, raqam to'g'ri kiritganimni yo'qmi ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot to'g'ri kiritilgan, invest raqami. Endi plastikni ko'rsatishimiz kerak. Buni X qilib yopamiz. Apply, ana endi to'lash tugmasini bosamiz. To'lov amalga oshirildi. Ana shu usul yordamida yoki faqat Payme ilovasi emas, Uzum, Click va boshqa ilovalar yordamida Invest raqamiga to'lovlar qilishingiz mumkin. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.